Qur'onda bitta oyat borda وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bu dünya hayatı lag'u, o'yin degan Alloh taolo. O'yin degan. Lekin oxirat hayoti haqiqiy hayot degan. Qarang, dunyoni o'yin deyapti. Lekin oxirat haqiqiy hayot deyapti. Hech bir kompyuter o'yinlari o'ynaladigan joyga kirganmiz. O'shanaqa joyda yoshligimizda bo'lardi. Odamlarni o'yinni ustida urushib ketganini ko'rasiz. Bir-birini so'kib, janjallashib. Bo'lmasa bir o'yin o'zi, kompyuter o'yinining ustida odamlar janjallashib, yoqalashib ketadi bir-biridan. Shunda hayron bo'lardik. Bu o'yin-ku, o'zi o'yin deb ham shuncha odam anaqa qiladimi? Haqiqiy hayot emas-ku. Inson